Hop akalar. Salomatmisizlar? Mazali cho'tkimi? Botdim ishinglar, og'rimatdim tishinglar. Mana xudo xolisa yana bugun biza to'g'riroq men bitta o'zim. Oldingi videom hali chiqmadi, endi chiqadi xudo xolisa. Aytdim oldingi videomda novella ko'ramiz, novella, telenovella. Shunga mana bugun sizlarga dahshatini topib qo'yaman mana. Kelin bo'lib tushgan uyimizning yerto'lasida nima bor? Sizlarga savol, nima bor ularni podbolida? O'ylab ko'ringlarchi, nima bor deb o'ylaysizlar? Naushnik qo'ysak ham bo'lar ekan, chunki ovoz normalniy. Wi-Fi ishlamayapti. Chigirtka kirib olgan, oldingi anaqada ham videoda aytdim. Topon titkilab tashladim anaqa orqasini. Yo'q chigirtka. Kech bugun mana shunaqa asabim buzotdi. Endi onam pul topyapti-ku. Ana boshla, ya'ni akalar. Davayt. Ko'ramiz. Deb pulni ko'chaga sovurmaysan-ku. Oyijon, pulni ko'chaga sochayotganim yo'q, xarajatlarim kerak, shuning uchun so'radim. To'yga ham kam vaqt qoldi-ku. Harakat qilmaysanmi mana bunaqa shalvirab yurmasdan? Bizni uyimizni manzilini hech kim bilmasligi kerak. Meni majburlamang. Menga uni pullarini keragi yo'q. U yerga nimaga kirdingiz? Men seni yaxshi yashagin degandim-da, qizim. Hammasini olib ketishdi. Eshityapsizmi? Hammasini. Qani qolgani? Nahotki erim biroychi bo'lsa. Uyga kelib qolarmikan, shu ko'chadan o'tarmikan deb bu yerga ko'p kelib turaman. Hozir kirib, bittalab sochini yulaman. Dabdalasini chiqaraman. Uyi boshdan siqib qolgan bor. Bir ham boshdan mana. Qaynonam va erim o'zlarini g'alati tutishyapti. Bir kuni erim yerto'ladan bir nimalar olib chiqib mashinaga ortayotganini ko'rib qoldim. Ular nima edi? Qaynonam va erim qing'irishlar qilishadimi? Ulardan gumonim bor. Voy tavba. Mayli, Gulnozaxon, sog' bo'ling. Mayli, xo'p. Haligi birpas o'tirsangiz bo'lardi, oydin. O'tirardik chaqchaqlashib. Yo'q, mayli, rahmat. Boshqa safar. O'zi shundoq ham ancha gaplashib o'tirdik-ku. Bu yog'iga endi ishlarimiz bor. Ishlarimizni qilaylik. Ko'z tegmasin, savdo zo'r bo'lyapti, ha? Savdoni nimasini aytasiz? Ko'z tegmasa hammasi yaxshi. Sizdan ham lekin ko'nglim to'q. Bir og'iz taklifimga yo'q demadingiz. Rahmat sizga. Siz jiyanim Muxlisani aytyapsizmi? Ha-da, shuni aytyapman. Endi shuncha yil men qaradim. Ota-onasi chet elga ishlashga tashlab ketganida boqdim. U mendan qarz. Men aytganimni qiladi. Keyin sizdek odamga kelin bo'lsa yomonmi? Sizni xonadoningizga kelin bo'lib tushsa, kam bo'lmaydi. Mana bunaqa qasrdek uyda yashaydi maza qilib. To'ppa-to'g'ri Oydin. Meni uyimda jiyaningiz malikalardek yashaydi. Faqat Gulnozaxon, bir iltimosim bor. Jiyanim o'g'lingiz Islomjonni birinchi oilasi bilan ajrashganini bilmasin, ha? Bo'ldi. Xavotir olmang. Bu gap hech qayerdan chiqmaydi. Xo'p. Sizlarga bu yoqdagi bo'lgan situatsiyani hozir aytib berayman. Prям ham xola g'irt bir eshshak hola egallar. Ya rol aytoma, bu opani bilmayman, tanimayman ham. Rol degan ssenariy voy. Tilmaydi, anaqa qilish kerak, nima bola bir restart berib olish kerak, nima bola tilimga flashka qilib. Hop, mash xola garuvchi g'irt yaxshi inson emas ekanlar. Uni yollardi, ularni o'sha kriminal. Voy. Kech bo'ldi-da akalar, uxlagisi keldi odam, charchagan. Soat qaraylar necha bo'lib ketganini. Endi baribir ehtiyot bo'lasizlar-da. Yana jiyanim janjal qilib o'tirmasin.
o'zi to'yga uni bazo'r ko'ndirdim. Ha, Gulnozaxon, yaqinda yana katta mollar kelar ekan-a? Ha, keladi. Uni Yo'q, qaranglar, ikkita quda tam mana bu xola bo'pti, to'g'rimi? Adashmasam. Xola bilan tam oyisi ham emas, ya'ni qizi, oyisi ham emas. Xolasi nima desa bo'ladi, quda bo'laveradi-yu, to'g'rimi? Shu qudasi bilan ular gaplashmaydi, lekin hech unaqa ko'rmaganman-da. Quda bilan bir yilda bir marta ko'rsa kerak. Menimcha bular уже jigar bo'lib ketishgan, bilmayman nima unaqa. Yaqinda mollar kelar ekan. Keladi. Keladi mana. oxida gaplashamiz. Aha, xo'p. Mayli. Mayli Gulnozaxon, men bora qolay. Mayli, yaxshi yetib oling. Ha, Ko'rishamiz. ha. Keling yana. To'xtagin. Muxlisa, to'xtagin, senda gapim bor. Ha, nima deysiz? Shu gap rostmi? To'ying bo'lyaptimi? Ha, rost. Nahotki boshqasiga turmushga chiqyapsan? Meni sevmaysanmi? Bekzod aka, sizsiz yasha olmayman. Muhabbatim haqiqiy degan gaplaring qayerda qoldi? 8-marta oldi. Nima qilay? Ilojsizman. Ammam aytgan gaplaridan chiqolmayman. Nimaga axir? Siz yaxshi bilasiz-ku. Ammam meni boqqanlar. Ota-onam tashlab ketganlaridan keyin Bo'pti. Bu haqda boshqa gapirma. Muxlisa, meni sevasanmi? endi bu gaplarning foydasi yo'q. Bir haftadan keyin meni to'yim. Men seni hech kimga berib qo'ymayman. Kerak bo'lsa, o'sha ammang bilan o'zim gaplashaman. Yo'q. Gaplashmang. Taqdirim hal bo'ldi. Endi ortga yo'l yo'q. Tushuning meni. Boshqa bezovta Bu verishotdi. Nima kerak u anaqada? Ha, u joyda bir gapda bir normalniroq bo'lsa, bir normalniy gap emas-da. Mani endi erga berib yuborishyapti, nimadir. Ana, men endi taqdirim nimadir desa, mana erga berib yuborishadi, уже hal bilmayman, tushunmayman nima bo'layotganiga o'tdi. To'xtanglar, 2 sekund kamaytaylik. yo'q. Gaplashmang. Taqdirim hal bo'ldi. Endi ortga yo'l yo'q. Tushuning meni. Orqaga yo'l yo'q desa, sal balandroq qilish kerak edi. Buni kerak emas edi endi, bo'pti. Просто gaplashsiz, ha? Imom Sevet bor-ku, prямо qiz tepasida turibdi, olmayman. Boshqa bezovta qilmang. Muxlisa, unda meni yaxshilab eshitgin. Menda bir reja bor. Reja? Qanaqa? Yo, rejaga nima kerak? Ha? Zerikib qolganman mana montajyorlar. Nima deydi? Qaysi knopka? Prям любой mash, randomniy mash. Caps lock mash, knopkani o'rniga qo'yib olgan, nechonsilar mash. No, bitta caps lock, bitta o'zini effekt qo'shilgan. Nima qo'ygan? Bitta nima kerak bu? Rejam bor-chi. Rejasini tushuntirsin. Reja. Ke, ikkalamiz birga qochib ketamiz. Nima? Sen ertalabgacha yaxshilab o'ylab ko'r. Tong otishi bilan ikkalamiz birga qochib ketamiz. Bilmadim. O'ylab ko'raman. Bu endi bo'ladigan nima edi? Bo'lajak kuyov bo'ladi, to'g'rimi endi? 98 xormang onaginam. Bola, ketyapsanmi? Ha, ketyapman. Mayli. Yaxshi borib kel. Vaqtli kelgin. Xo'p, vaqtliroq kelishga harakat qilaman. Menga puldan bering. Yana nimaga pul kerak ekan senga?
Nega bo'ladi? Ko'chaga ketyapman, xarajatlarim bor o'shanga-da. Menga qara Islom. Pulni orqa oldinga qaramasdan ishlatavermagin. Pul topish o'zi bo'ladimi hozir? Bu yoqda hali dang'illama to'yimiz bor. To'y qilishimiz kerak. To'yga ham Shunda bu aka ishlamanglar. Uyda o'tiralar. Uylanmoqdilar, uyda o'tirib uylanmoqdilar. Yaxshi. Misol yaxshi. ozmuncha pul ketmaydi. Shuni ham o'ylagin. Endi onam pul topyapti-ku deb pulni ko'chaga sovuravermaysan-ku. Oyijon, pulni ko'chaga Sizlarga ham eshitilyaptimi? Shu duf deganaqa. Nima keragi bor edi uni? sochayotganim yo'q, xarajatlarim kerak, shuning uchun so'radim. Hozirgi zamonda pulsiz ko'chada yurib bo'ladimi? Undan keyin mashinani saloniga bu narsalar olmoqchi edim. Mashina yap. Chigirtka demashasi ham bizotda bor. Mana shu duf effekt. Yangi. Saloni ham shunaqa toza ozoda. Hech narsa olishing shart emas. Hoy, Mashinani saloniga emas, mashinaga deyilsa. Nima? qo'ying. Men jahlimni chiqarmang. Agar pul bermasangiz, yerto'laga tushib qimmatroq buyumni olaman deb sotib yuboraman. Ana o'sha pulni ishlataman keyin. Qani? Meditsina akalar. Nima qilay? Yig'ishtiramiz ham, necha minut ko'rdik, 6 minut. 6 minutda 60 minutdan уже ko'p bilmayman necha millionta anaqa ishlatib bo'lishdi duf effektni. Effekt deyapti mana bo'lam biri. Duf ishlatyapti. Mayli. Birorta buyumga tegib ko'rchi nima qilar ekanman seni. Agar yerto'ladagi buyumlarga tegsang, qo'lingni sindiraman. Meni bilasan-a? Oyijon, nimaga mendan har doim pulingizni qizg'onasiz, a? O'zi bitta o'g'lingiz bo'lsam, so'ragan paytim beravermaysizmi? Meni ko'p jarratma bolam, iltimos. Hali to'yingga pul kerak. O'sha to'yni. Seni o'ylab shu to'yni boshladimi, Islom? To'xta. Shoshma dedim, Islom. Yo, urushlar. Ketvordi quloqsiz. Shoshma dedim, Islom. Ketish kerak edi. Eshitgan u adashtirib ko'rasizlar. Ketvordi quloqsiz bola. Muxlisa, jasur o'qishdan kelmadimi? Muxlisa. Ya, zo'ra. Yo'q. Mana ham ko'rasizlar, prям vazalar yonyapti, o'zidan nur taratyapti. Prям bilmayman nima. Oyi materialdan qilishi ham bola o'zidan nur yoritadi. Bir svet tushsa, yana nima qilib qo'yadi. Mana bu yerda svetda uzuncha odam turibdi-da, bori. O'sham noroq qilsa, sal noroq chiqsa, anaqa tushmasa, nima deydi, nima derdi? O'ynani. Servatmi? Shunaqa tushmasa, normalniy ko'rinadi. Prям shunaqa yaqin svet. Bashara yarqiryapti. Hali kelmadi. Bugun boksda mashg'ulotlari bor-ku, shunga kech keladi. Ha. Aytgancha, Muxlisa, ko'ylaklaringni gaplashdingmi? Yo'q. Hali gaplashganim yo'q. Nega gaplashmaysan? Nega bemalol yuribsan? To'yga ham kam vaqt qoldi-ku. Harakatingni qilmaysanmi, mana bunaqa shalvirab yurmasdan? Muxlisa, menga qara. Mana bunaqa lalla yeb, men jahlimni chiqarma. Gulnozaga uncha-munchasi kelin bo'la olmaydi. Shuni esingdan chiqarma. Seni o'sha Gulnoza kelin qilayotganiga shukr qilgin. Men bunaqa to'srayib o'tirmasdan. Men bir narsa dedimmi? Bilib qo'y. Meni chizgan chizig'imdan chiqmaysan. Mendan qarzing ko'p. Birinchidan qaraydi. Mana bu qiz yozayotgani yo'q. Daftarboy pasini yozib turib, endi tepasiga o'tib ketdi. Tushunmadim. Ikkiga nimaga duf effekt beryotibsizlar har bitta gapni. Har cheriz bitta gap tashab, mana shu duf. Men baloga tushunmayman. Ne, mana kimdir stol deydi anu futbolda chalinadigan anaqa bo'lardi. Nima derdi o'zini? Stadionda chalinadi-ku.
Gar shunaqa urib turibdim bilmayman nimaga. Nimaga unaqa qilsizlar? Chigirtkani ham baribir tutaman bor ularga. Qattan olmasman, hech nimadir qilib tutaman shu chigirtkani ham. Sen tashlandiqqa yaxshilik qilib ham yoqmadimda. O'rgildim nozingdan. Ammam uyga qaytmasdan oldin tezroq ketishim kerak. Ha, o'g'lisi. Yo'l bo'lsin. Qayoqqa ketyapsan? Men haligi Nima sen haligi? Ha? Nima? Sen hali uyimdan qochib ketmoqchimiding? Meni yuzimga oyoq bosib. Sharmanda qilib ketmoqchimisan? Ha? Ko'rnamay. Yuzga oyoq bosish deganda nima tushunasizlar? Ha? Yuzga prямо shu oyoqni ostirayimda qo'yib tursalar, boshqani bosarlar, chiqib ketadilar. To'g'ri? Biting qursin seni. yo'q, ammo haligi men Nima amma? Ha? Nima amma? Qayoqqa ketyapsan? ko'chaga. Kim bilan ketmoqchisan? O'sha topganing bilanmi? Ey, kambag'al, cho'ntagida bir so'mi yo'q mardikorni nima qilasan? Seni jarab. Mardikor deb yerga uribdi boyvona. Ana kan nima ayblari bor? Jarab pullari bor, islomga uzatyapman-ku. Ammo iltimos meni majburlamang. Ey, o'chir ovozingni. Dadang bilan oying seni shartta tashlab ketib yuborganda, seni kim boqdi? Kim qorningni to'ydirdi? Kim seni kiyintirdi, ha? Kasofat. Endi meni norozi qilib ketyapsanmi? Ha? Bor, ket. Qani ket. Ostonamdan chiqchi, men seni nima qilar ekanman? Nima qilasiz? Kechiring amma. Qilari shiqib qo'yib, nima endi kechirim so'raysanmi? Men hozir kirib qolmaganimda qochib ketarmiding? Sharmanda? Amma iltimos sizdan meni o'sha islomga uzatmang. Uchir, og'zingni yum. Menga boshqa, unga uzatmang deb gapirma. Tushundingmi? Men seni o'sha xonadonga uzataman. Sen aynan o'sha xonadonga kelin bo'lasan. Tushundingmi? Yo nima? Meni gapimni ikki qilasanmi? Gapir. Hozir ikkita emas, 3 ta qilib chiqib ketibdilar. Telefoningni ber bu yoqqa. Amma Ber bu yoqqa dedim. Agar mana shu eshikdan chiqadigan bo'lsang, mendan ko'rasan. Shum qadam. oyi. Dada. Nimaga meni shu ammamga tashlab ketgansizlar? O'zim sevmagan insonga turmushga chiqishga majburman. O'zingga shukr. Orqada abo'y bor-ku. O'zim dizayn interyerga o'qiyapman, почти o'qib bo'ldim. Вообще eski uyda bu. Uy eski demoqchi emas, anaqa nima deydi? Interyeri вообще eski-da.
Bu abo'y bor ancha bo'lganda hamini ko'rasizlar, prям ancha oldinda ishlatilganda hamini. 2010dan ham почти pas. O'rtada bir 2 yil shuni ozgina qilib ketdi bo'ldi. Shu mana yuvib ketdi-da bu. Mana mashina ishlatib yuborishibdi. Siqilib qolmaydi. Kechiring meni Bekzod aka. Nega kelmayapti ekan Muxlisa? Tuppa-tuz odamlar, tuppa-tuz otdek mana. Matizlari bor mana. Amadan quyosh nur tushib turibdi mana. Tashqalar yorug' prям. O'kam yorulashib ketyapti yuzlaridan, nur yog'ilayotganga o'xshaydi. Nima martikor dedilar boy yo'qmi? Nimaga martikor dedilar hammasi? Ya, o tuppa-tuz odam, matizi bor, kambag'almi? Nima bo'ldi ekan? Yo, bir telefon qilsammikan? Lekin allaqachon chiqish kerak edi-ku. Allo, Kim bu? menga Muxlisa kerak edi. Shoshma. Sen Muxlisani o'g'irlab ketmoqchimiding? Ey, nokas, qayerdasan? Hozir seni militsiyaga topshiraman. Haligi Qayerdasan dedim senga. men Gapir. Qayerdaligingni ayt menga. Men hozir lakastajman, Telegram kiring. Militsiyaga topshirmoqchimiz, hozir mana Telegram kiryapmiz. chin ursin. Hammasi bilib qoldimi deyman. Shu yetmay turdi o'zi. Xonalardan bu turibdi oynali. Mashlardan chiqib ketyapti, shu xonalardan chiqib ketyapti, anaqalarni kiyimlarni yig'ishtirib, keyin shu yerda kirib, janjal bo'lib, mana qizni olib qolishdi. Hozir bu qiz endi mana shu uyga yana kelin tushdi. Voy mena. Yo'q, o'sha aytilgan vaqtda hammasi o'sha yerda bo'ladi. Aha, xo'p. Muxlisaxon, bo'p qoldingiz? Ha, bo'p qoldim oyijon. Bu tarafni supursam bo'ldi. Menga qarang, bu yoqni supurish shart emas. Boring, ichkariga kirib, ichkaridagi ishlaringizni qiling. Hovlini mayli keyin supurib qo'yasiz. Hali tugatganim yo'q-ku oyijon. Shart emas, kelin poshsha, ertaroq turib boshlashingiz kerak edi. Kiring ichkariga, supurgini qo'ying, ichkariga kiring. Xo'p. Nima bo'ldi bu? Mollarni Chilonzorga olib borish kerak. Yaxshigina mijoz chiqib qoldi. Tezroq mashinaga ortib ket. Kelin hech narsani bilmasin ham, ko'rmasin ham, tushundingmi? Xo'p, oyi. Men ko'chaga qarab turaman. Bo'la qol. Korobkalar, masala anaqa uchun aytaman. Bellissimoni просто logosi tushirilmagan pizzani korobkasidan. Nu bo'lmasam, dumaloq ledlar bo'lardi-yu, svetlar. Dumaloq bo'ladi, ingichka bo'ladi. Tam patologiya mana shunday yopishib turadigan led, bilasizlar-ku to'g'ri? O'shani korobkasi uzog'i. Keyin mana olib chiqishlarini ham ko'ring.
Islom aka mashinasiga nimalarni ortyaptilar? Qutilarmi? Ichida nima bor ekan? Hovliga chiqib ko'rsammikin? Qarayliging kelin. Endi uyga o'rganyapti de. Ham shunga qiziqarmagin, a? Korobkani ichida nima bor ekan, nima ortyaptilar ekan. Ha, kelib boshla. Hovlida nima qilyapsiz? Men sizga ichkaridagi ishlaringizni qiling dedim, ha? Yo, men tushunmadingizmi? Kiring xonaga. Kiring ichkariga. Tavba qildim. Ichkarida shuncha ishingiz bor, tashqarida nima bor? Qarang. Islomjon? Islom? Bo'p qoldingmi? Bo'l tez. Ishurmash. Panjaralarning orasidan biramash. Ko'z tashlab tursalar. Nima sotarlar? Baho narsalar yeb ushlaysiz. Qayerga ketishdi? Qimmatbaho yo to'rtburchak yo dumaloq nimadir. Shu korobkani ichi bo'm-bo'sh bilan o'zi bo'm-bo'sh korobka o'ynashyapti. Nima bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'ringlar, nima bo'lishi mumkin? Hech nima bo'lishi mumkin emas-da. Nulagan shunaqa qilyapti. Menga hech nima deyishmadi-ku. Qiziq. Nimalarni mashinaga ortishdi o'zi? Sizlar like bosib qo'yinglar. Nima qilasizlar? Bitta kommentariy qo'yishga. Bu randomli nima? Telefonda ko'ryaptiganlar, assalomu alaykum, qalaysizlar? 480 like. Kelin hech qachon bu ishni qilolma. Men tulganda arvoh bormikin deb ko'rib, qaynonasi bo'lsa, sen uxlab ketishdi. Uyga kirasizlar. Piyoz turibdi, prямо yashuvni ichida. Usti 48 qavat chang. Nimani bilib olsanglar bo'ladi, bilasanmi shu yerda? Yaqinda to'y bo'ldi-da mana. Mana, qani. Mana bu joyda o'nta yo'lxona. Prям kelin kuyov to'y bo'lgan joyda kirib keladi, hamdan kirib ketadi, hamma zinani pop bo'ldi, zinasini oldi. 2 qavat emas, 48 qavat chang bosgan piyoz turadi. Da. Nega bunday qilishdi? Yani bu joydan qushlik qilarni qilib ketgan. Shunchalik bu yerda nimadir bormi? Bunchalar sirli. Ular ichkarida nima saqlashyapti o'zi? Nega eshiklar yopiq? Nega? Men buni aniqlashim kerak. Aniqlashim kerak. Saz ichkariga kirib, Sherlock Holmes'ni kinolarni 5-6 ta qismini ko'rdim. Shu yo'llarga ochilib ketadi. Somsog'onadan chiqdilar aka. Ikkita somsa bilan bitta shashlik, bitta qaynoq qora choy urib chiqdilar. Ha, nima bo'ldi? Qutilarni tashib bo'ldingmi? Ha, hammasini ichkariga qo'ydim. Qabul. Korobka sotishadimi shunda? Quti dotdi, nomi yo'q narsa.
qimmatbaho deb ketdi. Hozir kelib qutida otdi. Qutilarni tashlab bo'lgan bu. Tam korobka sotishar ekan. Qimmatbahoga to'g'ri kelmayapti-ku korobka o'zi. Qimmatbaho bo'lsa, korobka bo'lsa qimmatbahoga to'g'ri kelmayapti. Bor işte. Pulini chiqar. Qo'ymaysiz ha, baribir ha. Hozir. Xo'sh. Mana pullari. Kamku bu? Qani qolgani? Oyi, ozgina o'zimga olib qolmoqchiman. Chunki menga ham ozgina pul kerak. Sen pulni nima qilasan? Qachon? Nima qilasan pulni? Endi 30 ga kirgan bo'lsang, senga bitta kampit yetadi-ku. Men olib beraman shu kampitni. Pulni ber menga. Qarasa pul deb jonimni chiqarasan. Tushunsangiz-chi, meni ham xarajatlarim bor, ko'chada yurishlarim bor. Yigit kishi bo'lib turib, bir simsiz ko'chada yurmayman-ku. Hozir pulingiz bo'lmasa, hech kim emassiz, buni bilasiz-ku. Sen bola jonga tegding. Pul. Unda meni boshqa ish qilishimga ruxsat bering. Ana o'shanda sizdan umuman pul so'ramayman. O'chir ovozingni. Yaxshi odam ekanlar bular, boshqa ish ishlayman deyaptilar. Onalar yaxshi inson ekanlar-da. Bu ishni senga nimasi yoqmayapti? Shuni ayt. Jaraq pul har tarafdan kelib turibdi. Savdo juda zo'r. Jimgina ishingni qilib yuraver, bo'ldi-da. Xo'p, unaqada ishimni bajaraman. Menga ham ozgina do'li berib turing-da. Tavba, xuddi begonalardek gapirasan ha bolam. Do'li ham o'sha. Tavba. Meni shu topgan pullarim seni ham puling? To'g'ri. Lekin bu pullarni men mustaqil ishlata olmayman, ha? Xo'p, menga aytgincha, sen shu pullarni mustaqil qayerga ishlatmoqchisan? Ayt, hisobini ber menga. Voy, mustaqil ishlatmoqchi bo'lish uchun mustaqil ishlatish uchun ham hisob, qanaqa hisob mustaqil ishlatyapti-ku. Unda hisob tugul. Keyin bilganingcha ishlat. Oyi, Bo'lib qolgan gapni cho'zmagin. Ber. Endi mashinangni hayda, uyga ketamiz. oyi, hali Men senga hayda mashinani dedim. Muxlisa, qalaysan? Yangi uylarga o'rganib qoldingmi? Ha, amma. Ancha o'rganib qoldim. Bilasanmi? Senga hammani havas kelyapti. O'zi ham to'ying rosa dang'illama to'y bo'ldi-de, a? To'yga kelganlarning hammasini og'zi ochilib qoldi hashamatdan. To'yga kelgan mashhur san'atkorlarni aytmaysanmi ko'pligini? O'zi Gulnozaxonchi, orzu havasli, qo'li ko'p joyga yetadigan savdogarda. Nima? Korobka sotuvchisi. Qo'li bilan Ispaniyadan o'tib, tumbichkani ustida turgan achkina olib turib ko'ziga chap qiladi, to'g'rimi? Mana ham qo'lim uzun masalan hozir qaraydi. Voy, hozir kalta payti ekan. Savdogar. Amma o'zi qaynonam nima sotadilar? Korobka. Nima? Tinchlikmi? Nega buni so'rab qolding? Bilib qoldingmi korobka sotishini? Ertalab Islom aka bilan Oyjon mashina yukxonasiga qanaqadir qutilarni ortishdi. U qutilarni esa yerto'ladan olib chiqishdi. Men hovli supurayotgandim. Oyjon ichkaridagi ishlaringizni qiling deb ichkariga kirgizvordilar. Xuddi meni ko'rmasin dedilarmi? Ha, shunaqa degin. Keyin nima bo'ldi? Ular indamay qutilarni Shular bilan bilmadim, qattan o'g'irlab olishgan va shularni nimaga bu ishlarni qo'yishdi bo'tga. Prosta amma jiyan gaplashib o'tiribdi. To'g'ri endi nima gaplashyapti. Prosta qo'y, nima qiladi ashula o'tdi. ortib qayergadir ketishdi. Men yerto'laning eshigini ochib ko'rmoqchi bo'lsam, qulflab qo'yishibdi. Shunchalik maxfiymi bu ishlar? Amma
negadir shubhali bo'ladi. Aytchi Nega shubhali bo'ladi? Qiziqmisan? Qayoqdagi gaplarni gapirasan, ha? Eshikni qulflab qo'yishganiga aytyapman-da. Bu uyda begona odam bo'lmasa, faqat o'zimiz yashaymiz. Menga qara Muxlisa. Senchi qaynonangning ishlariga umuman aralashmagin. Jahllari chiqadi. Bilib shu oxirida mana opa anaqa qilsinlar. Nomerlarni yozib yuborsinlar menga, karta nomerlarini. Colgate Total nechi pul? Tushundinglar. xizmatingni qilib yuravergin, xo'pmi? Xo'p, amma. Siz o'tirib turing, men hozir. Bolam, ortganini yerto'laga qo'ygin-da, kalitni o'ziga olib keting. Xo'p. Tog' telayani ko'rasizlarmi? Okat prямо korobka yengilligidan mana shuni turgan joyda no bitta aylantirib o'tdilar, jonsizlar. Yengil u yerda men olib ketdilar korobka. Bombosh. Nima sochishlari mumkin? Shuni o'ylamay qachon ochib berishar ekan oxirida. Shuni kutyapman, ochib bera qolsa. Oyjon, Ha, Muxlisaxon? ammam kelgandilar. Ha, shunaqami? Juda yaxshi baqirib yuring. Siz choyga qarang, kiring. Choyga qarang, bo'lingiz. Iya. Kim kelibdi bizni uyimizga, a? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Yaxshigina keldingizmi? Qani, o'tiring. Voy, xush kelibsiz. Endi bir-birimizni quda deymiz-da. Ha, albatta. Bo'lmasamchi, axir qudamiz-ku. Muxlisaxon ammam kelganlar deganda shoshib kirib keldim. Amma jiyan maza qilib gaplashib o'tiribsizlarmi? Ha, gaplashib o'tirgandik. O'zichi sizga shu haqda aytmoqchi edim. Gulnoza, Muxlisa mollarni mashinaga ortayotganingizni ko'rib qopti. Shu haqda mendan so'radi nima ular deb. Ha. Ertalab ko'rgandir-da. Nima deb so'radi? Shubhalanyapti-da. Ichiga g'ulg'ula tushgan. Sizni qanaqa savdo bilan shug'ullanar ekan deb o'ylayapti. Arzandangizga tushuntirib qo'ying. Meni ishlarimga burnini suqmasin. Biz ham qiziqamiz, ikkilamiz, to'g'rimi? Yeta qoling. Jahlingiz chiqmasin, Gulnoza. Men tushuntirib qo'ydim unga. Ishlaringizga umuman aralashmaydi. Shunchaki siz ham ogoh bo'lib turing-da. Nima endi? Shu kelindan qo'rqib ish qilamanmi? Voy, sekinroq gapiring, qo'rqing demayapman. Har holda ishimiz qaltisroq. Har tomonlama hushyor bo'lishimiz kerak. Jiyaningizga yaxshilab tushuntirib qo'ying. Agar meni uyimda bitta gap ko'chaga chiqsa, uni o'z qo'llarim bilan bo'g'ib o'ldiraman. Ha, siz meni qanaqaligimni bilasiz-ku, ha? Bas yaxshi bo'ladi. Kim aytdi bo'g'ib o'ldirgan o'zlarini? Shuning uchun yaxshi yotlab olgan. Qara, ovqating tayyor bo'lib qoldim, qornim juda ham ochib ketdi. Endi tayyor bo'ladi. Boy somsaxonadan yeb chiquvdilar-yu. Islom aka, Ha? sizdan bitta narsa so'rasam maylimi? Ha, qani gapirchi. Keldinglar-da. Ovqat qotdi. Keldinglar-da. Anaqaga kuxniyaga, рабочий stolga orqani qilib, suyanib, telefonni olib, o'ynab o'tiribsizlar. Komfortniy zona, to'g'rimi? Ertalab qayerga bordinglar? Nega so'rayapsan? Sen nima ishing bor? Shunchaki o'zim indamasdan ketganinglarga qiziqdim. U yerda nima? Unaqa prямо nima ishing bor sani? Ha? Nima qilasan? Nima deb o'ylayapsan? Biz yomon ish qilmaymiz. Nagorasiz, to'g'ri gapirsa bo'ladi-ku. Nima qilasan o'tdi? Baribir bilmaysan-ku aytganimni. Bilmayman, короче.
yoqmaydi tushuntirishlari. Nima bor, nima yo'q. Bu bilan sening ishing bo'lmasin. Yerto'laning eshigi nimaga qulflangan? U yerda nima bor o'zi? Mendan nimani yashiryapsizlar? To'g'risini ayting. Senga nimani aytishim kerak? Bunga seni aqling yetmaydi. Nimaga deb hadeb so'rayverma, tushundingmi? Undan tashqari yerto'laga ham boshqa yaqinlashma. Eshitding-a gapimni? Undan Yerto'laga yaqinlashmagan. Chunki bu yerda yomon narsa yo'q. Umuman yaqinlashma yerto'laga. To'xtanglar, hozir chiqqan lappani. Lappasi jillalar. nima gapimni? Undan ko'rasa jimgina ishlaringni qilib yur, o'z boshimchalik qilma. Men o'z boshimcha emasman. Menga gap qaytarmagin, tushundingmi? Hozir tanobing tortib qo'yaman. Tezroq bo'lganda ovqating Ayoqda ammo o'tiribdi. Bu qizni o'ldirib yuboraman desa, anaqa oyisi, qudasi qizingizni o'ldirib yuboraman, anaqa qilmasin deyapti. Ammasi ham qilib o'tiribdi. Mana yoqda kuyov kelinga tam qilmagansan, men seni tanobingni tortaman deyapti. Tanob. Tushundim, uraman deyaptilar. Tanob nima degani o'zi? tayyorla. Qornim juda ham ochib ketdi. Ay, shoshma. Tavba qildim. Nima qilyapsan? Qayerga olib ketyapsan? Ha, bittasiga oyi. So'ragan edi, tashqarida kutib turibdi. Ay, ahmoq, senga necha marotaba aytdim, mijozlarni uyga chaqirmagin deb. Yo, sen qanaqa quloqsiz bo'lasan, ha? Oyi, bu odam ishonchli. Mendan 2-3 marta mol olgan, yana ketdi. Kremladan shoshilinch odamni so'rab qopti. Do'koniga olib boradi, bo'ldi. Ey. Nima bo'lganda ya? Bizni uyimizni manzilini hech kim bilmasligi kerak. Kallang ishlaydimi sani? Bo'pti, oyi. Namuncha vahima qilaverasiz, ha? Vahima qilmasangizchi? Sen bolachi, oxirgi paytlar ko'p jahlimni chiqaryapsan. Islom ehtiyot bo'lish kerak. Bularning ham hujjati yo'q o'zi. Ertaga chiqib qolsin, hidi nima bo'lishini bilasan-ki. Bo'ldi, oyijon, bilaman. Siz xavotir olmang. U ishonchli odam. Bo'ldi. Shundoq beraman, pulni olaman, tamom? Islom, boshqa hech kimni uyga chaqirmagin, tushunding? Boya aytganimdek, uyimizni qayerdaligini hech kim bilmasligi kerak. Xo'p, oyijon. Bular uyligisini nimaga bilish kerak? Bular oddiy korobkani nimaga hujjati bo'lishi kerak? Keyin nima dedilar boya? Esimdan chiqib qoldi. Necha bo'ldi hozir? Bir bo'ldi akalar. Shuncha bir harakat qilyapman, bitta like bosib qo'yinglar. Qiyin emas-ku, to'g'rimi? Qiyin bo'lsa aytinglar. Like bossangiz cho'ng olaman qiyinligini. Hech bo'lmasa shuni olib chiqib bering. Kutib o'tiribdi tashqarida. Aqlsiz bola-ya. Nahotki erim jinoyatchi bo'lsa? Korobka sotish jinoyat-ku, to'g'rimi? Katta jinoyat bilan. Necha yil bo'lsa korobka sotganlar hozir? Yoki uni boshqa oilasi bormikan? Qaynonamni qul erimni yonini oladi. Tunov kuni telefoniga SMS keldi. Kasha bilan dori olib keling degan. Biz ko'rishimiz kerak emasmi shu anaqani, sahnani? Hozir prostdagi uyda o'tiribdi-kelar. Normal ovozda hali dengiga orqani berib, kecha erimni telefoniga SMS keldi. Siz nita ovozda o'qib qo'ydimmi? Naqib qo'ydim. Shunaqa dod tam. Qaynanasi oshxonani oldi, baribir orqasida yonida o't betida baribir bitta eshikli ovqatlanadigan xona bo'ladi-ku, to'g'ri? Qaynanasi bilan eri eshitib o'tiribdi. Qaynanasi aytdi, telefoningiz boram chetroq olib qo'y, kelin o'zi eshitayotgan ekan. Nahotki erimni boshqa oilasi bolasi bo'lsa? Bitti deb olmaysiz. Orqada o'tirishgan bo'lsa, haqiqatdan. Xullas. Shunaqa bo'lsa. Просто nashkadadan gapirib
Xullas. Shunaqa gumonlar sira tinchlik bermayapti. Raslan. Uzoq bir 3 qator gap, shunda xulosani ham qilib qo'yishibdi. Hoy. Shoshmang. Sizga kim kerak? Uzr opa, adashib qoldim. To'xta. Sen ana u Bekzodmisan? Ha, men Bekzodman. Nega meni uyimga Nima ekanasizlar? kelding, ha? Nega? Muxlisani izlab keldingmi? Ha, u Bekzodmisan sizlar? Ha, deb turibdi. O'zi prямо eshikning oldiga adashib bir o'tib ketasiz. Anaqa eshiklarni tagida bir anaqalarni bir joylardan yuradi odam, trotuarlardan. Shu yerdan o'tib ketasiz, bitta xorlar chiqdilar, eshikni ochdilar, siz turibsiz. Kim kerak edi? Debdilar. Hech kim kerak emas, ashta o'tib ketyapti. Sen Bekzodmisan? Tam siz to'g'ri kelib qoldi. Bekzod. Da Bekzodman. Sen bizani mahallada nima qilyapsan? Nimaga kelding? Kimni qidirib kelding? To'g'ri, anaqadirlar. Ko'rmaganlar-ku uni. Ko'rganmi keldi? Ko'rsalar bizga ko'rsatishmadi uni. Ikkiga. Bu aka faqat shu muxlisani qidirib keladilar-ku. Nimaga kelding deyaptilar. Bezodligini bilar ekanlar, shu o'sha ekan 200%. Nimaga kelding? Sizni qidirib kelmaydik-ku, xola. Mana. nega? Men To'xta. Sen ana u Bekzodmisan? ha, men Bekzodman. Nega meni uyimga kelding, ha? Nega? Muxlisani izlab keldingmi? Ha, u turmushga chiqib ketganidan xabaring bormi? Ha, xabarim bor, bilaman. Unda nega kelyapsan bu yerga? Ha? Odamlar ko'rib qolsa nima deydi? O'yladingmi shuni? Yo nima? Nima derdi? Nimadir deydi. Ha, muxlisani sharmanda qilmoqchimisan? Meni yomon niyatim yo'q. Men shunchaki Muxlisani nima ekanman? Muxlisa o'zini uyda eri bilan shu choy ustida kino ko'rib o'tiribdi. Aytgancha eri bilan karobka tashyapti. Karobkani nima borligini qidirishyapti. Nu qo'shnilar nima deb o'ylaydi? O'ylab ko'ringlar, ham bola kelyapti. Necha yosh berasizlar? Prям 58-60 ga yaqinlashib qolganlar deb o'ylayman. Xudo bilan endi. Balki endi 50 kirarlar, bilmayman. Aytolmay. Unda bu yerga boshqa qadamingni bosma. Eshitdingmi? sizga bitta 50 yoshli xola bilan 30 ga kirgan aka. Qo'shnilar nima deydi? Odamlar nima deydi? savol beraman. Menga faqat to'g'risini ayting. Muxlisa baxtlimi? Ha. Muxlisa juda ham baxtli. Baxtdan osmonlarda uchib yuribdi. Boyvachcha oilaga kelin bo'ldi. Yegani oldida, yemagani ketida. Baxtni, halovatni pulga sotib olsa bo'lar ekanda, agar muhabbatimizni unutib olgan bo'lsa. Nimalar deb valdirayapsan? Qanaqa muhabbat? Tabiiy gaplashdingiz, ko'rasizlar. Ham tabiiy. Shu bolamizni aytsa, ha, o'sha bolaman, ya o'tib ketayotimiz, qarab o'ting, nimadir chizib olsa bo'ladigan joyida baxtni pulga sotib olsa bo'lar ekanda, ammasi bilan gaplashyapti. Uni endi oilasi bor. Muxlisani ismini tilingga ham olma. Baxtni pulga sotsa bo'lar ekan degandan keyin bularni gaplarini qaranglar. G'alati emasmi? Ikkalasi bir-biriga A bilan W yotdi bir-biriga. Baxtni pulga sotsa bo'lar ekanda. Bu nima deganing? Ha? Nima deganing? Muxlisani boshqa tilingga olma. Boshqa umuman qaytib kelma. Olsa. Bor yo'qol ko'zimda. Martkor, o'sar. O'rgildim muhabbatingdan. Yerto'lani kalitini topishim kerak.
Erim bilan qaynonam u yerda nimani yashirganini bilishim kerak. Futbolga altini yer. Mana yerto'lani kaliti. Qanaqa yerto'lar kaliti? Xuddi o'zi. Ya qo'yog'ini ham o'zi emas, boyagi mashinani brilokini ilib qo'ydilarni xolos. Hozir ko'rsataman sizlarga. Qani bu yoqqa qochyapti, qaryapti, qidiryapti, bu yoqqa o'tdi, xola keldi, ha bolam. Sog' salomat, tinch omon bo'l. Chiqdilar, futboldan oldin o'tdilar, uyga kelishdi. May so'si mana kelishdi bu yerga. 22-minut, bu 30-minut ekan. Mana. Bolam, ortganini yerto'laga qo'yginda, kalitni o'ziga olib kel. Mana nima? Bolam, ortganini yerto'laga qo'yginda, Shu kaliti. kalitni o'ziga olib kel. Xo'p. Oyjon, Ha, Muxlisaxon? ammam kelgandilar. Ha, shunaqami? Juda yaxshi daqat yering. Mana yerto'lani ochib ko'raman. Oyjon, Muxlisa, siz bu xonada nima qilyapsiz? men bu xonani yig'ishtirish kerakmi deb kirgandim. Yig'ishtirish kerak bo'lsa, men sizga aytaman. Bu xonaga boshqa so'ramasdan kirmang. Tushundingiz-a? Xo'p, tushundim oyjon. Men dam olaman. Hech kim meni bezovta qilmasin. Xo'p bo'ladi. Bezovta? Endi mana yerto'lani kaliti. Nima deysalar shu joyga? Kelin zaldan, zaldi televizor tegidi tumbichkani ichidagi nimadir ichidan turgan kalt olib chiqib ketyaptilar. Qaynona keldi, qaynona ben dam olaman deb zalga kirib ketyaptilar, zalga. Qattiq yotadilar. Katta stol ustida o'tirib yotadilar. Oyjon dam olarkanlar. Demak endi bemalol yerto'laga kirib ko'rsam bo'ladi. Kirib ko'rsangiz bo'ladi, bizga yetmasdan ham biz ham tushunamiz. Ikki qadam bosdi. Oyjon dam olarkanlar. Ikki qadam bosdi, namti shundan chiqdi. Men ishdan gapirib turman, kamida ichkarida uyga eshitilyapti-da. Nu bo'lay mana. Shundan yopib kirib ketgandan keyin Oyjon kirib ketdilar. Endi futbolga tushib hamma narsalarni olib sotib. Demak endi bemalol yerto'laga kirib ko'rsam bo'ladi. Muxlisa? Assalomu alaykum. Islom aka. Va alaykum assalom. Bugun ishdan voqlik kelibsizmi? Ha, voqliroq keldim. Oyim qanday? Oyjon ichkaridalar. Dam olaman. Hech kim bezovta qilmasin degandilar. Shunaqami? Ha, yaxshi. Sen o'z nimaga chiqqan? Menmi? Hovlidagi chiqindilarni burchakka joylab qo'yishim kerak edi. Shunga chiqqandim. Siz ichkariga kiravering. Og'irmasmi? Yordam kerak bo'lsa ayt, o'zim qarashib boraman. Yo'q, yordam kerak emas. O'zim birpasda yig'ishtirib kelaman. Siz ichkariga kiravering. Ha, bo'pti. Mabodo yordam kerak bo'lsa aytamiz. Xo'p.
uskunamiz turgan kalit boyi kalit edi. Foydalanishlik. Qamoqxonaga qo'yilgan. Hozir Muxlisa? Muxlisa? Muxlisa qayerdasan? hozir kuni keldi. Kelgandim. Muxlisa hovlidagi chiqindilar Har doimgi joyiga qo'ygandim. Shkafda turgandim. Ha, aytgancha xotining qani ichkarida emasmi? Muxlisa hovlidagi chiqindilarni yig'ishtiraman degandi. Bu shumqadam aniq bir nimani boshlayapti. Ana o'zi kelyapti. Kelin poshsha. Qayerda edingiz? Yerto'la dedim. Nima? Bu yerga nimaga kirdingiz? Gumonlarimni haqiqatga aylantirish uchun kirdim. Yerto'ladagi kosmetika tovarlari qayerdan keldi? Buncha ko'p ular. kosmetika. Ey, Kosmetika? Kosmetikaga hujjat kerak emas-ku. Kosmetikaga qayerdan hujjat kerak? sen nima ishing bor a? Sanga Kelgan klient ama aralashmagin deganmidim? Nimaga yashirincha ish qilyapsizlar? Tushunmayapman. Bunaqa buyumlar yerto'lada saqlanmaydi-ku. Yomon bo'lib qolishi mumkin. Chang bosgan yerto'lada saqlash noto'g'ri. Aqllilik qilma. Kalitni ber bu yoqqa. O'zi nega o'z boshimchalik qilib u yerga kirding? Ha? Ber kalitni bu yoqqa. Xonamga o'shancha kirgan ekansan-da, kalitni o'g'irlash uchun. Tarbiyasiz. Nega men tarbiyasiz bo'laman? Bu uyda men kelinman-ku. Yashayotgan uyimda nimalar bo'layotganini bilsam yomonmi? Shunchalik sirlimi qilayotgan ishinglar? Ayting. kosmetika sotuvchi sirli emas. Men ayol kishiman. Kosmetika buyumlaridan foydalanaman. Sizlarni yashirib qo'ygan mollaringlar hammasi arzon sifatsiz mahsulotlar. Qayerdan olgansizlar o'zi? Sen kimsanki bizni so'roq qilasan? Kimdir keldi shekil. Men kerakli joyga qo'ng'iroq qildim. Sizlarni Kerakli jo'g'at. Milisami? Milisaga telefon qilasiz. Meni uyimda anaqa nima desa bo'ladi? Podbolimda kerakli kosmetikalar bor. Uni erim bilan qaynonam sotyapti. U sifatga javob bermaydi desa, ha bo'ldi, ertaga o'tib ketamiz deydi bilan. Ben kutib turamaydi-yu. 5 sekund bo'ldi. tekshirish uchun kelishdi. Nima? Nima deding? Voy ahmoq. Sen nimalar qilib qo'yganingni bilasanmi? Islom aka, tez chiqib qarang, bo'lmasa battar shubhalanishadi. Oyi, endi nima qilamiz a? Qanday qilib javob beramiz? Menga qara. Tinchlan. Xo'p? Tinchlan. Sen mana buni xonaga qamagin. Men bu yog'ini o'zim eplayman. Bo'lkis. Yo'q. Qo'y boring. Shodim ketdim senga. Qo'y boring. To'sh dedim, ko'p gapirma, sirni tegmasdan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Men shu hududni profilaktika inspektoriman. Bizga uyingizning yerto'lasida noqonuniy mollar saqlanayotganligi haqida xabar kelib tushdi. Voy, qanaqa noqonuniy mol? Anglashilmovchilik bo'lgandir, uka. Men unaqa ishlar bilan umuman shug'ullanmayman. Buni tekshirib ko'ramiz, opa. To'xtang. Qanaqasiga tekshirib ko'rasiz? Bu meni shaxsiy uyim. Yo bostirib kirmoqchimisiz? Kechirib qo'yasiz. Bunga sizni haqqingiz yo'q. Opa, biz ruxsatnoma bilan kelganmiz. Kelin
kelin podbolni videoga oldimi, telefon qildimi, bilmayman. Chiqdi, tashqariga chiqdi, oradan bir 5 minut o'tdi, uzoq, 10 minut o'tdi deylik. Yarim soat o'tdi deylik. Yarim soatda o'tmay tintish uchun order bermaydi-yu. Uni oldin o'rganadi-yu, o'rgan chiqiladi-yu, qanaqa ish, nima ish. Telegram orqali bizga rasm va videolar jo'natdi. Hammasini o'zimiz tekshirib ko'rishimiz shart. Uyga kiraylik. voy ukajon, mayli shoshmang, qizishmang. Kelinim o'zi shunaqa sal kalta fahmroq. Endi bunaqa ishlar sal bilmay, miyasi ishlamaydi-da, shuning uchun qilib yuborgan bo'lishi mumkin. Hamma narsani ham kelishsak bo'ladi-ku, to'g'rimi? Hamma narsani yo'limi bor. Haligi o'limdan boshqa hamma narsani yo'li bor-da. Endi sizni ham bolalaringiz bordir. Sizdan ugina, bizdan bugina deganlardek, labay. Tushunmadim. Siz menga hozir pora taklif qilyapsizmi? Men xizmatdagi odamman. Ishingizni battar chigallashtirmang. Agar vaziyat murakkablashib ketsa, prokuraturadan ham xodimlar chaqiramiz. Keyin qarshilik qilganingiz o'zingizga yomon bo'ladi. Uka, yaxshilik bilan tinchgina hal qilaylik, iloji bor-ku, to'g'rimi? Hammasini tekshirib chiqamiz. Uyingizga kiraylik. Uyingizga yo'l boshlang. Yo'l boshlang. Nima bu yoqqa qaradilar? Qilishdimi kimdir kameraning orqasidan? Yuringlar men bilan. Kim yurdi? Qani? Dron Ha, oyi, nima bo'ldi? Ular yer to'lada, mollarni tekshirishyapti. Nima? Nimaga kirdingiz? Tamomimiz kundi. O'chir ovozingni. qaranglar, ukalar, agar mana shunaqa sirok o'tib ketgan dori saqlasanglarmi, nima bilmayman. Ishtiroq solish mumkin-da, sirok o'tib ketgan kosmetika vositalarini sotganingiz uchun ishtiroq solish mumkin. Bular 5-6 million ishtiroq soladi, to'g'ri, kam summa emas-ku. Shunaqa-da, unaqa bu deyishiga arzimaydi bu. Yerto'lani tekshirib chiqdik. Hamma mollarni ro'yxatga oldik. Yordamchi guruh chaqirdik. Hozir yetib kelishadi. Ukajon, unaqa qilmang endi. Shu ishni sekingina yopti-yopti qilib boraylik. Bo'ladi-yu, to'g'rimi? Ha? Bu kosmetika mahsulotlari qayerdan kelgan? Kontrabanda yo'llari orqali kelgan. Shunaqami? Kosmetikani ham kontrabanda bilan olib kiradimi? Kontrabandaga kosmetikani nima daxli bor? Uni kosmetikaniga ham zabrit qilishardi-ku, kontrabanda bilan kirsa. Nima qo'shilgan? Nima qo'shilgan bunga? O'z kosmetika deganda ma'lum yamollik pomada ko'rdi. Basharaga maska ko'rdi. Yana nima bo'lishi mumkin? Yo'q, unaqa emas. Nega yashirasiz? Bizning qo'limizda dalillar bor. Qanaqa dalil bor? Sizni tergovga topshiramiz. Endi tergov qilmang, voy tavba. Kelishaylik. Kelishsak bo'ladi-yu siz bilan. Nimaga kelishasiz? Porani o'zingizga o'xshaganlarga berasiz. Iltimos, mana bunga imzo qo'yib bering. Kino vositalari. Mana stol ustini artib yuboringlar, mana stol ustini artib yuboringlar. Qog'oz yuryapti-ku, mana eshitdinglar. Ko'rasizlar, qumga yani ishqalanishini qog'ozni turpoga tamay ishqalanib sudiralyapti. Shunaqa qashimga yotdi mana. Kino vositali, kino mashina ustiga shuni namlatdi, dilvinlatdi shuni. Bo'ldi. Biz hozir hamma mollarni olib ketamiz.
islom hammasini anavi megajiring qildi. Hozir kirib bittalab sochini yulaman, dabdalasini chiqaraman. Shoshmang oyi. Ichki ishlar xodimlari shu yerda. Yana janjal ko'tarsangiz o'zimizga jabr bo'ladi-yu. Ey xudoyim, ey. Men kelin oldim desam, balo olibman-ku, balo. Meni sirimni fosh qildi. Uydagi sirimni ko'chaga olib chiqdi. Yer yutkur gadoyvachcha. Endi nima qilamiz, a? Savdomiz nima bo'ladi, a? Voy, shoshma, Muxlisa. Shoshma senchi. Namuncha boqma qilasan? Nima bo'ldi o'zi tushuntiribroq gapir. Amma, nega bunday qildingiz? Shu Seyid hali ham shod turibdi. O'zgartirish yo'q. Nega? Erim bilan qaynonam noqonuniy mollarni sotish bilan shug'ullanar ekan. Sen bularni qayerdan bilib qolding? Bildim. Hammasini tagiga yetdim. Yana bir haqiqat. Islom akani birinchi oilasi bo'lgan ekan-ku. Uyimizga ichki ishlar xodimlari kelishdi. Hamma joy ag'dar-to'ntar bo'lib ketdi. Hammasini olib ketishdi. Eshityapsizmi? Hammasini. Voy sho'rim. Gulnoza qo'lga tushdimi? Amma nega bilib turib meni olovga tashladingiz? Nega? Axir ularni jinoyatchi ekanligini bilgansiz-ku. Nega menga bunday qildingiz? Men seni yaxshi yashagin degandim-da, qizim. Seni o'ylab shu ishlarni qilgandim. Qizim demang meni. Men sizni qizingiz emasman. Hech qachon menga ona bo'la olmaysiz. Meni baxtimni emas. Siz faqat o'zingizni manfaatingizni ko'zlagansiz. Gulnozaga yaxshi ko'rinaman. Uni soyasida yuraman degansiz-da. Siz meni baxtsiz qildingiz. Muhabbatimni toptab hammasini barbod qildingiz. Muxlisa, bo'ldi, buncha ta'na qilasan. Ta'na qilaman, qilaveraman. Endi ko'ngli joyiga tushdimi? Mana men baxtsiz bo'lib qaytib keldim. Endi xursandmisiz? O'zi shubham bor edi. Uyimda bo'layotgan ishlardan gumonim bor edi. Gumonim to'g'ri chiqdi. Bo'lmasam, Gulnoza qo'lga tushibdi. Ana bo'lmasam. Kimsa? Assalomu alaykum Bekzod aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi. Tasodif qarang. Bu tasodif emas. O'zi seni bu yerda ko'p kutib turaman. Nahotki umidingizni uzmadingiz? Axir men turmushga chiqib ketdim-ku. Uyga kelib qolarmikan, shu ko'chadan o'tarmikan deb bu yerga ko'p kelib turaman. Ko'ngil bergan insoningdan ko'ngil uzish qiyin bo'lar ekan. Uyga qaytib keldingmi? Ha. Qaynonam bilan erim Baxtsiz endi poylamang. Muxlisa. Ko'rishib gaplashib turamizmi? Yo'q dema. Meni unutishingiz kerak. Bekzod aka. Nima bo'lganda ham baxtingizni toping. To'xtab turinglar mana. Qoldirilibdi. Gemini'dan so'raymiz mayli. Hop. Nima edi? Ha. Noqonuniy kosmetika vositalarini sotish bilan shug'ullanishi qanday qonuniy choralar bor? O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra noqonuniy kosmetika vositalari bilan savdo qilish, ya'ni tegishli litsenziya sertifikatlarsiz kontrafakt qalbakilashtirilgan yoki muddati o'tgan mahsulotlarni sotish ma'muriy jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Bu sohada asosiy qonunchilik choralari quyidagilardan iborat. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir nechta moddalari ushbu holatda tartib 164-modda savdo sotiq qoidalarini buzish, 186 xavfsizlik talablariga javob bermaydigan tovarlarning kosmetika vositalari iste'molchilar hayoti yoki sog'lig'iga xavf tug'diradigan bo'lsa talablarga mahsulotlarni musodara qilib jarima
qo'llanadi mana. Iste'molchilar huquqlarini buzish, iste'molchi to'liq va to'g'ri ma'lumot bermaslik yoki sifatsiz sotuv jazo choralari ko'riladi. Jinoiy javobgarlik ikkitasi. Xavfsizlik talablariga javob bermaydigan tovarlarni ishlab chiqarish, saqlab, tashish va o'tkazish. Bu holatda aybdor nisbatan ozodlikni cheklash muddati berilishi mumkin ekan. Ozodlikdan mahrum qilish jazosi mumkin. U bunaqa strashniy emas, mana 186 ga to'g'ri keladigan narsa. Jarima qo'llanadi. Xo'p akalar. Shutgacha ko'rgan bo'lsanglar, addushi rahmat sizlarga. Keyingi safar nima qilay? Yozib ketsanglar kommentariyaga, like ham bosib qo'yinglar, shuncha men kech bo'lganda sizlar uchun buni bilish kerak ekan. Agar mana shu like, mana shu anaqam voy, anaqa bo'lib ketdi. Mana shu video bir 500 ta like yig'sa, mana bu videoni ko'rasam, akam yo'qligida foydalanib kennoyim uyga o'ynashini olib keldi deganni ko'ramiz. Ko'rasizlarmi nomlarning zo'rligini? Bu bo'lmasam, singling voyaga yetmagan qizni uning opasi kelin qildi. Xo'p akalar, ko'rdim. Ko'rmaydigan bo'ldik. 500 ta like yig'sa mayli, unaqa katta auditoriya yo'q, bilasizlar. O'z ikkita video qo'ygan bo'lsam, bittasini 50 tami shunaqa odam ko'rdi. Ikkinchisini yana nechta turam, bilmayman. Unaqa auditoriya yo'q hali. Men 500 ta like ko'rsam, o'zim azoblab bo'lsam, mana 40 minutlik narsani ko'raman. O'zim hozir 42 minut asamni bizib o'tirishimga arzigani yo'q bu narsa. Mayli, nima deyman, sizlar uchun roziman hammasiga. Atak keyingi safar iloji bo'lsa mana bu o'yinni o'ynaymiz. Euro Truck Simulator o'yinini. Nima deysizlar? Demo variant ekanman-da hali bu. Lekin dahshat o'yin. O'ynaman, prям maza qilaman akalar. Mana shu o'yinni o'ynaymiz keyingi safar. Agar like yig'adigan bo'lsa mayli. O'sha novellalarni, telenovellalarni ko'rib olamiz. Keyingi videoda mana shu Euro Truck Simulator o'ynaymiz. Xo'p akalar. Nima deymiz? Sog' salomat bo'linglar, baxtimga omon bo'linglar. Hammaga sog', tinch, omon, ko'chalarda to'polon qilmasdan yaxshi bola bo'lib yuringlar. Xayr.